Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmunlarına göz ataylı. Amerika istihbarat xadimləri Xitayning atalmış Şinjandagi bostirishig'a aloqador dalil isbotlarni yig'di ekan. Xalqaro kechirim tashkiloti Hong Kong hukumatidan Uyg'ur yigiti Abduli Abdurahmonning izdirkini qilishni talab qildi. Markaziy Xitoyga joylashgan bir maxfiy guruh Amerika va Guam orolidagi halqaliq ul asliya qurilishlariga izchil tayinadigan nuqta qurishga yetakchilik qilgan. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy Turi xabar torining 24 may kunidagi xabariga qaraganda, Amerika istihbarat xodimlari Xitoyning atalmış Şinjandagi bostirishig'a aloqador dalil isbotlarni yig'di ekan. Demokrat vakillar Amerika Avam palatasiga qonun loyihasi sunib, may oylarida qonun chiqsa qurultayga doklad qiladi ekan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tekshirishdagi istihbarat qonuni Janubiy Bronx vakili Richie Torres tarafidan Xitoyning atalmış Şinjandagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi harakatga o'tish uchun tunishtirilgan. Moliya xizmatlari komiteti va Xitoy Kompartiyasiga qarshi majlis tanlangan komitetning a'zosi, o'rinbosar millat vakili bo'lgan 35 yoshli Torres Xitoy Turiga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga ko'z yumishga bo'lmaydiganligini, irqiy qirg'inchilik qurbonlarining kechirmishlarining to'liq anglitilishi kerakligini, Xitoyning vahshiyligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan federal hukumat va xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga harakatlantirish mas'uliyatining borligini aytib, 2021-yili xalqaro jamiyat Xitoy sodir qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarata cho'chish va qo'rqishni yo'qotib qo'ydi degan. Xitoydagi Amerika istihbarat mulozimatini qo'llanishdagi sabab Xitoyning chet ellik muxbirlarni kirishiga ruxsat qilmaganligi, hamma joylarning elektronlik kuzatish sistemasi bilan kuzatilishi, insonlarning Xitoyning bostirishidan qo'rqib, yuz berayotgan ahvollarni sansürlashidan iborat omillarga tayindigan. To'yisning bayonotchisi Xitoyning Covid mezgilida kirish-chiqish yo'llarini etishi sababidan atalmış Şinjan vaziyatining jiddiyatining qandoq ekanligini bilishning mumkin bo'lmaganligini, ochiq manbalik axborotning Xitoyning atalmış Şinjandagi vahshiyliklarini dunyoga to'liq aytib bera olmaydiganligini, Amerika istihbarat mulozimatining muhim rol o'ynaydiganligini aytgan. Torres 15 may kuni UHR 3349 nomerlik doklad sunganda Milliy istihbarat direktorining qurultayga Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi bilan munosabatlik yillik doklad sunishini talab qilib, men qonunlarimning tanlash komitetining ikki partiya xizmatini asos qilib, Xitoy Kompartiyasining kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turishda rol o'ynashini umid qilaman degan. Atalmış Şinjandagi keng ko'lamda nazarband ostiga ilish vaziyati Xitoyning tor bekatlaridagi Xitoy katiboshlarining ayblash xarakteridagi bayonlari, oshkorlangan soxcha hujjatlari, uydudan tartilgan rasmlar, jazo lagerlaridan qutulib chiqqanlarning guvohliklaridan ma'lum bo'lgan. 2021-yili martda Bayden majburiy emgakka selish orqali ishlangan mallarning Amerikaga kirgizilishini cheklaydigan, majburiy emgakka solgan shaxslarni jazolaydigan qonun loyihasini ma'qullagan. Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning atalmış Şinjandagi vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan. Xalqaro kechirim xabar torining 26 may kunidagi xabariga qaraganda, Xalqaro kechirim tashkiloti Hong Kong hukumatidan Shimoliy Koreyadan Hong Kongga kelib izdireksiz yo'qolib ketgan Uyg'ur yigitining dirkini qilishni, qonunsiz holda Xitoy cho'ng quruqligiga qaytirib kelinib, xohlagancha tutib turish xavfiga duch kelishidan ansiraydiganligini aytgan. Sharq Turkistonning Qaramayda tug'ilgan Abduli Abdurahmon 7 yildan beri Seulda o'qiyotgan bo'lib, do'stini ziyorat qilish maqsadida 10 may kuni Hong Kongga kelib, Hong Kong aerodromida Hong Kong soqchilari tarafidan so'roq qilinganlik uchurini do'stiga yo'llagandan keyin izdirki bo'lmagan. Xalqaro kechirim tashkilotining Xitoy tadqiqotchisi Alkan Aka Abduli Abdurahmonning yo'qolib ketishining Hong Kong hukumatining Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishiga sherik ekanligini tushuntirganligini aytgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Abdulining atalmış Şinjandan chiqqan ko'rsatilgan Uyg'urlarning tizimligida borligini faraz qilgan bo'lib, xalqaroda e'tirof qilinadigan jinoyatni ko'rsatib beradigan yetarlik va konkret faktlar bo'lmasa, qo'yib etishni talab qilganligini bildirgan. Hacker xabarlari torining 25 may kunidagi xabarida aytilishicha, Microsoft va 5 ko'z davlatlari chorshanba kuni Markaziy Xitoyga joylashgan bir maxfiy guruhining
Amerikada Guam orolidagi xalqaro ul asliya qurilishlarga izchil tayinadigan nuqta qurishga yetakchilik qilganligini aytgan. Pan texnika magnatining tahdid axborot atriti kimlik ma'lumotlariga erishish, tor sistemasi bayqashni o'z ichiga olgan faoliyatni World Typhoon ismi bilan iz qo'ymoqda ekan. Davlat qo'llagan aktyor 2021 yil 6 oydan boshlab aktiv holatda bo'lib, jasuslikqa va uchur to'plashga munosabatli harakat bilan shug'ullangan. Allaqachon o'rnatilgan yoki yuqumlangan mashinalarga o'rinlashtirilgan uskunalardan foydalanib, ruxsatsiz kirish oyoq izini yushirgan. Shirkat yana bu faoliyatning kelgusidagi krizisda Amerika bilan Osiyo rayoni o'rtasidagi xalqaro aloqa ul asliyalarini qalayimqonlashtira oladigan iqtidorni davomli taraqqiy qildirganligini aytgan. Zalimga va tajovuzchiga haq gap qilish, haqiqat yo'lida qurbon berish, zalim va mustamlikchi hokimning qo'lini tutib olganlik va qarshi chiqqanlik qatoriga kiradi. Chunki zalim hokimga haq gap qilishning eng ilg'or jihat bo'lganligi to'g'risida hadislar kelgan. Rasululloh bu to'g'rida zalim sulton yoki zalim hokimning qarshisida adolat so'zini qilish eng ulug' jihatdir degan. Bir odam Rasulullohdan qaysi turdagi jihat hammadan afzal bo'ladi deb so'raganda Rasululloh zalim hokimga qarshi haq gap qilish deb javob bergan. Yana bir odam Rasulullohdan qaysi turdagi jihat Allohga eng suyimlikdir deb so'raganda zalim hokimga deyiladigan haq so'zdir deb javob bergan. Islom dini buning bilan to'xtab qolmasdan zalim hokimiyatga haqiqat va adolat so'zini qilish yo'lida o'lib ketgan kishilarning eng ulug' shahidlar qatoridan o'rin olganligini bayon qilgan. Rasululloh bu to'g'rida shahidlarning rahbari Hamza va zalim hokimga qarshilik bildirib, haq yo'lida o'lib ketgan kishidir degan. Abdurahmon Jamol Kashig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.